ta'sir ko'rsatgan programmani. Shundaqmi? Odatda biz A'ga parametr seplagan vaqtimizda, ya'ni shunda ulanma shakldagi A'ga parametr seplagan vaqtimizda 4 xil parametr seplash usuli bor. Endi men biroq o'zimiz degandek betning har qaysi o'rinlaridagi ulanmaninki farq bor degan to'q. Unda bo'lsa men ekeldim A1 deb oldim. Birinchisi A1 deb oldim. A1 deb ilib A1ninki nimasi aktivlanishi, aktiv oldi deb bu yerga colorsni qiyinroq ko'kab qo'yaylik. Text decorationalsni o'xshashlam non olamiz. İkinchisi A'ning A1 altidagisi linik bo'lgani. Ulanma altidagisi, ulanma shakldagini ko'rsataylik. Bunun colorsi filrang olsun. Text decorationalsi o'xshashlam non. Buni yozmasaqmi bo'ldi asli. A'ning A1 statusni color aldım. Bununla mahil rangni qo'yay. Text decorational non. A'ninki hoversi endi. A'dagi A1ning hoversi color mahil rangni aldım. Text decorationalsi noni. Endi bu parametrni seplab bo'lganning yoqi programmani qayta bir yangilasam, hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Hech qanday o'zgarish yo'q. Chunki bu shuncha programmani yozganim bilan men bu o'ringa tatib bergan program faqat A'ningki aktivisi bilan hoversini tatib ishlatadi. Endi buni bu yerga tatib etilish uchun men class orqali, ya'ni oyat chekit bor, shundoq A'ning orqasida A'ningki A1C deganda chekit bor, ikkisining orasida, shunga bu yerga class orqali class A1 deganni tatib beraman. A1 deganni tatib berib, men programmani ko'rib baqaman. Programmani ko'rdim. Yangilasam, endi shu 4 xil o'zgarish jarayonini navbatdagi programmamda ko'raman. Amaliyotda to'g'ri vaqtda ma'u programmani ekeldim, bir qitim bosdim, bosganning yo'q qaytib chiqdim. Ma'u amaliyot birli indeksini tartiblab ko'rsatayotganlik uchun farq chiqmaydi. Buning farqini mendaq chiqaraylik. Mayat muxtar roz deganim ularni qo'yay A, RF A'ni itib etdim. Oxirlashdi mayada qaranglar. RF bu bir dana rasm mavjudlik buni pason. Buningmi klassni class A1 qilib beray. A1 olsun. Programni saqlab etdim. Yangiladim men. Yangilaganning yoq qarsam, qaranglar, endi ikki rangda farq chiqadi. Ma'u obyektni yoq biz chekib, to'la chekib ketgan rangimiz. Ma'usi bo'lsa, tek chekilmagani.